Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi amaliyotimiz tizza qo'pqog'ini odatiy chiqishi, ya'ni bemorda 1,5 yildan beri tizza qo'pqog'ini tashqariga chiqib ketish holati kuzatilib kelgan. Oxirgi paytlarda bir kunda 2 marta, 3 martadan ham chiqish holati kuzatilgan. Bemorimizni tekshiruv o'tkazganmiz, rentgen tekshiruv, MR tekshiruv o'tkazganmiz. MR tekshiruvda tizza qo'pqog'ini lateral pozitsiyasi, ya'ni tashqarida turishi ko'rinadi. MRda rentgenda ham xuddi shunaqa holat ko'rinadi. Mana ko'rishlaring mumkin, tizza qo'pqog'ini tashqariga chiqishi, ichkariga chiqmaydi, tashqariga chiqadi. Harakatida ham mana bemor noto'g'ri harakatlar qilganda, notekis joylarda va nagruzkada tizza qo'pqog'i tashqariga chiqadi. Hozir biz bu chiqig'ini bartaraf qilish uchun miotanaka usulida pay plastikasi amaliyotini o'tkazamiz. Bu usulda boshqa operatsiyalardan afzal tomoni kam jarohat, kam invaziv va erta reabilitatsiya, erta oyoqqa turish uchun juda qulay hisoblanadi. Amaliyotimiz yakunlandi. Mana tizza yozilgan holatda, tizza qo'pqog'ini mobilniy holatda, tizza bo'g'imini bukkanimizda chiqib ketish holati yo'q. Sog' bo'lasizlar.